Hazır qeyrinishimizning degan savol so'rishining mohiyatida bunday bir mesele var şu. Bu qeyrinishimizning hazır savol shaklida Dünya Uyg'ur qurultiyi birdan-bir tashkilot degan narsani qabul qilib turib so'rayotdi-chu. Dünya Uyg'ur qurultiyi avtonomiya demay, avtonomiya deyishi xoinlik o. İngilizlarning oldiga chiqib avtonomiya deyishi xoinlik o. Xoinlik demay, o'z taqdirini o'zi belgilash deb ma'nsun. Ama hazır savol so'ragan qeyrinishim Dünya Uyghur Qurultayını birden-bir tashkilot deb tanımaymiz-ki biz. Bu öz taqdirini öz belgilash deb maqsud biz Sharq Turkiston mustaqillik deganlar ayrim chiqimiz yandan. Chiqsaqmi chiqimiz, chiqmasaqmi chiqimiz. Yani Dünya Uyghur Qurultayının avtonomiya olamiz deganidan öz taqdirini öz belgilaydi, xalqimiz deydi, bizning yaqilish salohiyatimiz yo'q deb mang'idi yaxshidir. Yani bu davanın o'ng soli bo'lishi kerak, soli avtonomiya deb ma'summi yo o'z taqdirini o'z belgi yani o'z taqdirini o'z belgilash degan shu. Men javob berolmayman, xalqim javob berdi degan gap. Ular avtonomiya deb ma'summi bizning sol qanot yoki bo'lmasa men javob berolmayman, xalqim javob berdi deb ma'summi? Bizga qaysi foydaliq ma o'ng tarafga bizga? Bizga xalqni tashlab qo'y davlatni birovlarchi. Ve sen mustaqillik diyemeyse sen xalqni tashlab qo'y, mustaqillikni biz deymiz. Yani 11 bitimden ikinci sırası oldu da o çağda. Bak koyup da 11 bitim imzalı zaten. Şuna mesele şu, yani Dünya Uyghur Qurultayı birden-bir teşkilat emas. Bir kuşunun sol kanti deb tushunib. Bu kuşunun o'ng kanti kerak, meydanga chiqish kerak. Bu Sharq Turkistonning mustaqilligini o'ng kanti qiladi. Bu sol kanti yumshoq kanat, bu faqat xalqarada zaten Dolqaysa o'z dedi-ku. Biz mustaqil qilolmaymiz, mustaqil qila oladiganlar butunni yuzib qo'yma dedi-ku. Ve biz hozir ma o'ng kanatni bizim ikramımızda çıkarmakçı. Dudukon hesabından bütün yüzdüralarını izlep program kurmakçı zaten. Ya zaten şu aval bir onkanatlı bir şekillendireyle ve kilişe bir yer kileyle ki handan müstakil olmuş planımızda kalıkı bir köstüp uğlaş bütümüzde şu kazgın barımız Germaniye'ye tamam. Bu için hazır kadem kilimiz kerindaşlar. Bir qancha qarindoshlarimiz mana ücret saklap Bizden arzuyu o taraf qarindoshlar teşkili oylamanlar, benim teşkilatım oylamanlar. Ve vatan oylanlar, Şarkı Türkistan'da oylanlar. Çoğun mesele oylanlar, kiçik meselelerini kömeği ötüp gidelim. Hoş. Bana udum ammaydı. Ama Ahmetcan ben bu yıkılıp kalaydım 3 saat oldu. Ama yok. Ekran çıkmak asan düşmek tersmiş daha. Yani 3 telefon bakiyet takım. Hoş. Assalamualaikum. Avazınızla anladık. Kim buldu siz? Demek olan sözünüzde isminiz değil. Buldum. Benim ismim Abdullah. Türkiye'de yaşadım hazır. 25 yaşım. İstanbul Üniversitesi Halk Başqurishida o'qiyman. Endi shuni deb qo'yay dedim ki, mening çevremde men taniydigan 5-10 bolalar bor. Hammasiga anlattım, hammasiga tushuntirdim buni. Dilan Musabay olsun, Ahmet Jarga sizlar bo'lsin, sizlar hammalar yolg'iz emasam-da shuni deb qo'yay dedim. Ashular vakatini o'zim shuni deb qo'yay dedim, sadece yetishib qoldim. Ondan keyin yana birisiga Turkiyada bo'layotgan ishlar bo'lsin. Dünyada qaysidir bulatqa ishlar, Facebook'daki ba'zan qarg'ularchi işte haqning keyniga agishadigan odamlarniki, andan keyin sizlarga qarata yolg'on gaplarni taqtirib hammasini ko'rib turyapmiz. Unutqanmiz shularmi? Bir kun ulardan biri hamda nima deymiz, hisob so'raymiz, aniqman buni. Shuni deb qo'yay dedim, yolg'iz emassizlar. Shu o'zimni bir ifoda berdim o'zimni. Do'stlarim vakolatim bir. Rahmat.